Видели люди, ты меня обращай внимание. Видели люди, доверились. Все, я показала. Все. Bo'ldi, jo'rajon. Bir nima, bo'ldi mana shu xalqlashish bor-ku, qanaqa yo'lini bor-ku, mana shu 8 ta hovlim bor. Ha. Bundan keyin ham bor-ku, mana shu uyda aytib o'tiribdi. Mana shu yerda shunday mana shu ayol qancha beratsa, o'sha joyini yopib olaman, bo'ldi. Mana yerda eski ayli chirigan anaqasi bor edi. Bunga aytdim mana bu. Bo'ldi olaman dedi. Mana yetdi. Haqqim yo'q bo'lsa, o'z beribsan-ku mana. Asamda da veriniz. Apangam o'sha kuni keldi-da, bo'ldi dedi, ixtiyoring dedi. Anaqa bo'lsa bo'ldi. Прям сказать, что кладовки ничего не ушло. Akkuratni qildim. Lekin akkurat, Ekskavator, ayol. qara, bunga qara. Bunday devor emasdi-ku. Akkurat chirib ketgan narsa. Bir mush urdim, o'sha kuni devor yetdi. Kayfiga. Видите, они наглые. Keyin akkuratni hali endi qilaman. Bo'ldimi? Bitta mana undan olib qo'ying. Siz Вы зафиксируйте, как было, как есть, чтобы не было. Bo'ldi, bitta seri kopiyasini oling, bo'ldi. Erta yana nasib qilsa, mana hammani oldi aytib. Yana afam qilib olaman-ku. Mana bu keladi, egasi. Kim keladi-ku? 100 ming dollar desa, 200 ming dollarga sota olaman. У сотвайды dedi. Ha, ko'ramiz. Avvalo pul. Ты при Avvalo чем? pul bo'lib За нее отвечаешь, смотри. Sizlarga Все qarang, сделают, поняли? Mana bu ayoldan men sotib olganman. Bu ayol pretenziyasi bor. Men o'zim mana shu ayol qancha metr bergan bo'lsa, shu joyni imorat qilaman. Bularga vaqt o'tmayman hali. Hali bu yoqqa yopaman emas, bitta mana yerda qotib olaman. Keladi, men topaman. Egasini haqqiga. Hali egasi yo'qmi? Egasi bor. Bo'ldi, keladi-ku. Kelgandan keyin egasi bilan gaplashaman-da, keyin sizni keling bir o'ylay, mana bu obosh qilaman. Я волна уже не надо говорить бред. Вот Ты ваши говоришь, gapi. сейчас. No oldu, mana shu unikiga o'ssa. Bu pretenziya qilishim mumkin. Yekridim. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Mana bu o'sha nima oqshimdan kelib chiqqan holda agar siz mana shu narsani buzgan bo'lsangiz, noto'g'ri. Bo'ldi. Hozir biza bitta qog'oz beramiz, otamizga. Shu qurishdan ruxsat olmasdan bu ishlar olib bormaslik degan ma'noda. Bu yerda opam yaxshi biladilar. Har bir qilayotgan ishingizga albatta ruxsat olib qilyapsiz. Bu odam nomida bo'lyaptimi? Bu odam nomida men quraveraman. Nima uchunki hamma narsa bu odam nomida qurilish olib bo'lgan Bu bo'lsa. kishi qurilishga ruxsatni Olib bo'lganda. Men beraman ruxsatni.